Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga xush kelibsiz deb yangi video roligini boshladik. Yangi video roligini boshlashdan oldin do'stlar, kim kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib bittadan like tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Mavzuga qaytadigan bo'lsa do'stlar, hozirda Moskvada juda ham qattiq tekshiruvlar ketyapti do'stlar. Moskva emas, butun Rossiya bo'yicha. Sizlarga ko'p gapirib o'tirmaydi, shu videoni ko'ringlar. Videoni ko'rish jarayonida sizlarga batafsil tushuntirib boraman. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz srochni bu videoni bir-biringlarga tarqatib qo'yinglar, sabab juda ham qattiq retlar ketyapti. Bugun 2026-yil 12-may sanasi. Hozirda bezdagi yurgan odamlarni 5500 tasini deport qilib chiqarish kerak ekan. Shunaqa qonun bor ekan. Mayning oxirigacha shuni sizlarga yetkazib qo'yay dedim. Biz o'qib, o'rganib hammasini ishonch hosil qilganimizdan keyingina chiqaramiz. Shuning uchun do'stlar, ogoh bo'ling. Bu videoni bir-biringizga tarqatib qo'ying. Bezdagi bo'ladigan bo'lsangiz, granitsaga borib, kirdi-chiqdi qilib kelib, dokumentli bo'lishingni so'rayman. Agar imkoninglar yo'q bo'lsa, vataningizga qaytinglar. Chunki deport qiladigan bo'lsa, Saharovaga olib borib 3 oy, 6 oylab o'sha yerda ochirtingiz kelishini kutib yotgandan ko'ra o'z oyog'ingiz bilan vatanga qaytib ketganingiz yaxshi deb o'ylayman. Shu videoga like bosib, podelitsiya qilib tarqatib qo'ying.